Hammaga salom, qadrli obunachilar. Mana bugungi yangi videomizga xush kelibsiz. Videoni boshlashdan kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Bu yerda tap link YouTube kanalimizda obuna bo'lmay, videolarni tomosha qilib turganlar statistikani chiqarib qo'yaman. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, menga Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'laman. Telegram kanalimizda yangi saytlarni va to'lovdan to'xtagan saytlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Saytlardan yechgan pulimizni screenshotini Telegram kanaliga tashlab yuboramiz. Har xil bir-biridan qiziq saytlar, sarmoyasi va sarmoyali pul ishlaydigan saytlarni Telegram kanalida birinchilardan bo'lib tashlab borishga harakat qilaman. Telegram kanalimiz manzili kommentariya yoki Telegram shu video opsiyaniyasidan topishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Endi videoni davom ettiramiz. Telegramga ham o'tib olib, bu yerda mana shu postdagi kommentariyaga opsiyaniyasiga yoki kommentariyaga zakreplaniya qilib qo'yaman. Shu postga olib o'tadi. Bu yerda pause saytiga kirib olamiz. Bu yerda pause.community app degan tugmani bosamiz. Bu yerda mana Explorer bu asosiy bo'limiz. Pause tokenini bu yerda mana support yordam shu homiy nimalari Phantom, mana Bloom, Magic Eden, keyin Rhythm, Chapter, Solana Foundation degan bo'limlar bilan hamkorlik qilyapti. Mana bu yerda Pavsning statistikasini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz tarjima qilib o'qib olishingiz mumkin. Bu yerda mana ustidagi Solana Community shu Solana qanaqadir bo'limiga chiqarib olgan ekan. Bu yerda mana 62.5% adashmasam bu 62.5% shu nima desa bo'ladi. Pavsni o'ynagan odamlarga bo'lib drop beriladigan qismi bu yerda 75%, 7.5% mana Solana Community 8% esa Liquidus shularga taqsimlab boriladi. Bu yerda Solana Algo ko'pchilik ham qilishda Solana Algoga bosyapti. Bu yerda bosamiz. Bu boshqa narsa Algo'sa Connect Solana Wallet shu Phantom Walletni ulab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'limdagi Pavs monetasini claim qilib olishingiz mumkin bo'ladi ekan. Bu Solana Walletga bu yerda eng oson yo'li Tega dashbordda claim qilish mumkin. Telegram wallet yoki birjalarga claim qilib chiqarib olishingiz mumkin. Mana bu yerda exchange bo'limiga o'tsangiz, bu yerda 300 ga va Pavsingiz bo'lganida voucher qilib olganingizda hozirdan bu yerda nechadir moneta, masalan 1 million moneta yiqqan bo'lsangiz, masalan o'sha 1 million monetangizni 10 mingta Pavs yoki 20 mingta, 30 mingta Pavs monetasi qilib token qilib bo'lib berdi. Bu yerda agar voucher qilib olingizda 300 ming Pavs monetangiz mana shu u sizni bo'lgan tokenlarni 300 ming o'rnini bosishi mumkin. Mana after the TG exchange your vouchers for Pavs token deyapti. Voucherni keyinchalik shu 300 ming Pavslik voucher monetangizni Pavs tokenisiga almashtirib sotsangiz ham bo'ladi. Bu yerda token is your Pavs into NFT deyapti. Pavs NFT'si ekan bu. Trade voucher qilib ham sotib olib va sotishingiz ham mumkin bo'ladi bu yerda. Endi ko'p gapirib videoni cho'zmasdan TG dashbordga o'tib olamiz. Bu yerda kirish uchun Pavs saytida shu botda ishlaganingiz akkauntingizni bilish uchun bu yerda Pavs Telegram app bor. Bu Telegram bot Pavsni Solanani shu Telegramni shu shartlariga foydalanish shartlariga rozi bo'lmay bu yerda Solana bilan ham Solana blockchainida chiqaryapti. Agar Tom blockchainida chiqqanda Telegram appsi turgan bo'lardi. Bu yerda bu saytga kirib olish uchun Phantom Wallet ulagan bo'lsangiz, Pavs Telegram appida Pavs Phantom va
Tom walletlarni o'ylab qo'ygan bo'lsangiz, Phantom wallet bilan Tom walletga kirib olishingiz mumkin. Men uchun eng oson yo'li Tom walletdan kirib olish bo'ladi. Bu yerda Tom wallet mana bu strelkani ustiga bosamiz. Tak. Open wallet in Telegram Townkeeper o'ylagan bo'lsangiz, Townkeeperni qilasiz. Open Telegramni o'ylagan bo'lsangiz, Telegramga kelasiz. Agar Telegram walletni 24 ta kalit so'zini Townkeeperga kirgizib ochgan bo'lsangiz, bu yerdagi Open wallet in Telegramni Townkeeperni tanlasangiz, ikkalasi bir xil bo'ladi. Bu yerda menda xuddi shunaqa bir xil ikkalasi Open wallet in Telegram qilib, Telegramdan kirib olaman. Mana akkauntni ham o'ylab oldim. Bu yerda mana option menda 10 referalsiz salkam 6000 kam, 5200 kam, 300 ming Pavis monetasi bor edi. Bu yerda mana referal va Pavis monetasini sotib olmaganman. Bu yerda 0 turibdi, ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda mana active referral invite active referral yo'q, 12 tagacha bo'lishi mumkin ekan. Bu yerda Your budget deb qo'ygan. Qanaqadir 4 ta tokenni sotib olishingiz mumkin bo'lardi. Bu yerda menda supporter degan tokenni sotib olib olgan ekanman. Bu yerda mana voucher minted voucher qilmaganman, o'shani ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. X qilib qo'ygan. Agar voucher qilganimda pitichka galchka bo'lib turardi. Bu yerda next tugmasini ochamiz claim qilish uchun. Bu yerda mana menda option to'plagan monetalarimni bo'lib bergan 5864.61 Pavis monetasi hozirda bu yerda Telegram Bitget birjaga kirib olamiz va premarketidan Pavisni topamiz. Videoni saqlab turaman. Tak, mana bu o'zi. Tak, premarket qani endi mana. Tak. Bu yerdan zeni bosamiz. Premarket mana. Bu yerda premarketga kirib olamiz. Va Pavis monetasini hozir premarketdagi narxini ko'rib solishtiramiz. Qancha miqdorda pul olishimni. Sizlar ham xuddi shunday qilib shu screenshotini qo'yib qo'yaman. Pavis monetasini premarketdagi narxini Telegram kanalidan topishingiz mumkin bo'ladi buni. Tak, videoni saqlab turaman. Tak, hozir premarketga ishlamayapti, kirmayapti menda. Kalkulyatorga o'tib tushuntirib beraman, hisoblab ko'rsatib beraman. Agar Pavis monetalar listingda 0.10 sent chiqsa, buni ko'paytiramiz. 5000 hozir menda qancha edi? 58.64 58.64.61 Opsiya menda shuna Pavis monetasi bor ekan. Agar 10 sent chiqqanda listingda men hozir 500 salkam 594 $, 3,5 kam $590 foyda qilgan bo'lar ekanman. Agar bu ko'rib turishingiz mumkin. Tak, 0.001 chiqsa ko'paytiramiz. 64.61 agar men 0.1 sent 0.2 Pavis monetasi narxi bo'lsa, agar mendagi Pavis $5 salkam $6 pul bo'lar ekan. Agar bunda mening o'ylashimcha taxminan shu 10 sent yoki 1 sent chiqishi mumkin. 1 sentligida hisoblab ko'rsatib beraman. 1 sent chiqsa salkam $60 foyda qilgan bo'lar, ishlagan bo'lar ekanman. Bu yaxshi. Sarmoyasiz $60 hech qayerdan ishlab ola olmaysiz. Hozirgi kunda sarmoyali tarzda ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Taxminan $100 kiritasiz. Kunlik vazifalar beradi. O'shani qilib 4 ta vazifa bersa $22, $22 $60 ga yaqin pul bo'ladi. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Agar 0.1 sent yoki 10 sent chiqsa
normalni ishlagan bo'linadi. Agar 0.2 ta 0 narx chiqsa, hech kim Pavsni keyingi sezoni agar bo'ladigan bo'lsa o'ynamay qo'yadi. Shunaqa ma'lumotlar bu yerda hozir claim qilib olamiz. 3 nuqtachani bosib, bu yerda claim tugmasini bosib, aytgancha bugun Pavs monetasi 16-mart kuni soat 20:00 da to'xtatiladi. Bu yerda claim bosamiz. Bu yerda galochkani qo'yib turib, Pavs token airdrop terms and conditions deyapti. Buni tushunmadim. Bu yerda continue tugmasini bosamiz. Tak, yopilib o'tdi. Tak, shunaqa bu yerda mana centralized exchange turibdi. Pre-deposit suspended deyapti. Bu yerda mana bu bo'limda birjalarga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. On-chain withdraw. Bu yerda Telegram wallet yoki Solana walletlarga, Solana ekosistemasidagi walletlarga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Men adashmasam birjalarga 3% komissiya bor edi. Bu yerda on-chain withdraw bu nechadir komissiyasiga Solana oladi. Solana ham hozirda taxminan hozir ko'rsatib o'taman. Bu yerda Solana narxi tak, Solana USDT qilamiz. Bir Solana narxi $130. Salkam 100 shu listinggacha $130 bo'lib boradi. Har nimada ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har token listing bo'lganda ton sistemasidagi $2 dan ton $7 gacha chiqib ketgan. Birdaniga masalan bir oyda ichida 3 ta bot ton ekosistemasida listing bo'lsa, nima shu qaysidir oyda shu bir oyda 3 ta token airdrop listing bo'ldi. Shu ton ekosistemasida shu $2 dan sirazi $7, $5 ga narx chiqib ketdi. Keyin listinglar pasaygandan keyin narxi tushdi boshladi. Hozirda ton narxi bir toningiz $3.5 ga teng, salkam $3.5 ga teng. Bu esa $3.5 45 ming so'm degani. Hozirda narxi normalni 80 ming, 90 mingga bitta ton olganda shu ikkita ton 80 ming, 90 mingga ikkita ton olib qo'ygan yaxshi. Sizlarga maslahatim birjalardan yoki Telegram walletdan ton sotib oling. PDP bo'yicha shu PDP Telegram walletdan PDPdan va birjalardan kriptovalyutalar olishlar haqida ham video chiqadi. Video tez orada chiqib qoladi bu yerda. Hozirda claim qilish bekor bo'lgan ekan, shunaqa on-chain withdraw ochiladi. O'shanda qisqacha video qilib o'taman bu yerda. On-chain withdraw shu Telegram Tonkeeper, Telegram wallet va boshqa nima Telegram wallet va Tonkeeperlarga claim qilib olish chiqadi. O'sha yerdan tanlab claim qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men video qilishga ulgurmay qolibman. 20 soat 9:30 bo'lyapti ekan. Shu 1,5 soat o'tib ketibdi token claim qilish to'xtatilganidan 1,5 soat o'tib ketibdi. Shu bilan xuddi shunday qilib Pavs tokenini claim qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu videoni shu YouTube kanalidagi videoni burchugida chiqadi. Keyingi Pavsni claim qilish videosi qisqachasi shu burchugida oq yozuvning ichida undov tomoni chiqadi. Shu bilan videomiz tamom. Shu videoda nima qanaqa claim qilishni tushungan bo'lsangiz men sizdan nima desa bo'ladi. Xursandman o'rganib olganingizdan. Shu bilan videoni tugataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni ham unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.